Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin eng yaqin do'stidan ajragan Abu Bakrdir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin kim Rasulullohni o'ldi deb aytsa, qo'l oyoqlaridan ayriladi degan Umardir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin qaytib azon ayta olmagan Biloldir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin bu yer yuziga tushishdan bosh tortgan Jabroildir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin oyoqlari bosmay qo'ygan Alidir. Sevgi Rasululloh vafot topishlaridan avval hech kimdan izn so'ramagan, lekin u zotdan izn so'rab kirgan Azroildir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin 18 yoshida sodiq qolib, hujrasiga dafn qilingan Oyshadir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin Rasululloh o'lgani yo'q, Musa ibn Imron kabi xushlardan ketdi degan Faruqdir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin u zotning muborak jasadlarini yuvgan Abbosdir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin u zot uchun ko'zlarida jiqqa yoshi bilan qabr qazigan Abu Talhadir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin ey Ali, Alloh nomini o'rtaga qo'yib so'rayman, Rasulullohni so'nggi bor ko'rish uchun imkon ber degan Ausdir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin o'zigini qabrga tashlab, shu bahorada Rasulullohni silab, oxirgi tekkan qo'l meni qo'lim bo'lsin degan Mug'iradir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin Rasululloh ilk Madinaga ko'chib kelgan kunni eslab yig'lagan ansorlardir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin u zotni ortlaridan birinchi bo'lib borgan Fotimadir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin vahiy kotibining qalami yozishdan to'xtagan Muaviyadir. Sevgi Rasululloh vafot topganlaridan keyin u zotni ko'rish umidi bilan yashagan ummatlaridir.